Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Telegram gruppamiz YouTube yo'nalishida kuzatuvchilar, Norin Agrobop kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 9-iyul sanasi. 29-iyun sanasida qo'ygan videolarimiz bodom ko'chatlarimizni stressdan tushiramiz mavzusida bo'lgan edi. Hozir ikkinchi qayta doralash maqsadida aptekadan doriga chiqib olib keldik. Bizga yangi analog tavsiya qilishdi. Hozir yozgi mavsumda, kunlarda, shu kunlarda issiq yozgi chillada yangi ekkan ko'chatlar Agrofargonada ham, Marchantalda ham, Telegram gruppalarimizda ham 80-90% bog'bonlar shu murojaat bilan chiqyapti. Qanday qilish kerak, nima qilish kerak? Mana shu ahvol deb quyosh kuyishi, ko'p shunaqa kasalliklar bor. Quyosh kuyishiga taalluqli. Barglari qovjiragan, tupigacha qovjiragan, kimda dori sepib передозировка qilib qo'ygan, stressga tushirib qo'ygan. Kaliy, magniy yetishmovchilik, temir moddalar yetishmovchilik sababida sarg'ayib, quyosh ta'sirida fotosintez jarayoni amalga oshirilmasdan kuyish oqibatiga olib kelyapti. Hozir mana shu dorilarni vaqtida bera olmasdan ko'p ko'chatlarimiz nobud bo'lyapti, barglaridan tashlayapti, issiqqa chiday olmasdan. Hozir shu savollarga javob ma'nosida mana bizni hovlimizda ham hozir kuzatsa bo'ladi. 2-3 kun ichidagi bo'lgan holat menga bo'lishini kutmagandim. Mana ko'p narsa ko'rsatganman bu ulog'imizni. Iskana uloq qanday 2-3 kun ichida barglar sindirib tashlaydigan holatda qovjirab kuyib shu ahvolga kelib qoldi. Yana ikkinchisida bir donasi qolyapti. Bu ham mana barglari kasallanyapti. 4 ta shoximiz esa mana umuman mana shu ahvolga kelib qoldi. Mana shu jarayon juda ko'p bog'bonlarda kuzatilyapti. Yangi ko'chat ekkanlar, kuzda ko'chat ekkanlar, martda ekkanlar. Eski ko'chatlarimiz ham mana mevaga kirganlar ham даже kuyish holatlari bor mana. Quyoshdan kuyish. Ularda o'sha kaliy, magniy, fosfor yetishmovchiligi oqibatida pomidorlarda ham mana ko'rsak bo'ladi, kuyishlar, barglar qovjirashi. Quyoshdan kuyish. Ular o'sha issiqdan stressga tushgan ko'chatlar hammasi. Hozir Norinkapada shu oromgohda oldida o'zimizda aptekamiz bor, Sardorbek. Mutaxassis yo'ldosh akam agronom, ximizatorda o'g'illari mana o'rinbosar juda yaxshi yurityapti do'konni. Mana shu dorini hozir bizga tavsiya qildi. O'zi ham bugun do'konga chiqib kecha kelib dadasidan maslahatini, retseptlarini so'rab bizga hozir tavsiya qildi. Quyoshdan chetlarda ko'ramiz shekilli. Mana shu dori yangi analog. Bunda o'sha sizga yozib qo'ygan mana kaliy, magniy, aminokislota, bari vitaminlar spesialniy stressdan tushirish uchun mo'ljallab chiqarilibdi. Shu kunlarda hammasidan ham hozir shuni tavsiya qildi, shuni seping deb. Hop. 10 litr suvga 10 grammdan ekan
Hozir buni biz tayyorlab oldik. Qanday qilib? Mana shu 50 grammlik olib keldik. Mana shu doridan ko'k rangda ekan, katta shundan quyib berdi. 5 zapravkaga deb berdi. 5 zapravkaga 50 gram. 10 litrga shunda 10 gramdan. Men o'zimda usulimda buni 500 grammlik yarim litrlik baklashkaga o'lcham tayyorlab oldim. 10 gramdiki 20, 30, 40, 50 gramdik. 5 ga bo'lib oldim. Sal qarab ko'rsatay. Mana tepasini bir zapravkani hozir tayyorladik. 400 gramdan tepasini. Mana shu bir zapravka hozir 10 litrga tayyorlab oldik. Uyga bir zapravka yetadi hozir. Bitdan keyin dalaga borib qolganini bog'imizga tepamiz. O'sha kaliy, magniy, fosfor hamma vitaminlar aralashgan ekan bu dorimizga. Hozir shu ko'rsatgan ko'chatlarimiz mana ko'rib chiqdik. Endi natijasini ham ko'rsatib boramiz. Qanchalik rivojlanadimi, yangi baxt suradimi mana shu shoxlarimiz, shuni ko'ramiz. Mana ularni mana qanchalik qaytaradi, ahvolini hozir ko'rib olaylik. Mana kaliy, magniy, fosfor yetishmovligi sababidan barglar sarg'ayib, quyosh ta'sirida umuman shu ahvolga kelyapti ekan. Hop do'stlar, Telegram kanalimizda kuzatuvchilar YouTube'ga qo'yamiz. YouTube'da juda ko'p agro Farg'ona, Narchantol, o'zimizning Telegram gruppalarimizda ham shu bog'bonlar shu tashvish bilan chiqishyapti. Asosan ko'chatlarda kuyishi, barg kuyishi bo'yicha. Hop, mana shuni bir tavsiya qilaman. Obunachilar, bizda eski qo'yilgan mana bu 50-videomiz. Oldingi foydali tavsiyalarimizni kuzatish uchun YouTube'da chiqib kelish uchun bizga obuna bo'lsalaring, bizdan bugundan oldingi chiqqan videolarimizni ko'rishga imkoniyat bo'ladi. Obuna bo'lib ko'ringlar iltimos. Manfaatli bo'lsa videolarimiz like bosishga so'raymiz albatta. Bizda Telegram kanalimiz, YouTube kanalimiz YouTube'da rivojlanish uchun, tarqalish uchun xizmat qiladi. Sizlar bilan Agrobok, salomat bo'linglar. Keyingi mavzulargacha omon bo'linglar.